Orlando City o'yinni to'liq nazorat qilayotgandek o'yladi. Hisob 2-0 edi va ular go'yo o'yin allaqachon tugagandek quvona boshlashdi. Ammo ular bitta halokatli xatoga yo'l qo'yishdi. Lionel Messini jahlini chiqarishdi. Stadion maydon egalari uchun gullab turar, tabloda esa katta ustunlik ko'rinib turardi. Messi maydon markazida jim turib, raqiblarning quvonchini kuzatib turardi. Ana shu lahzadan hammasi o'zgardi. Inter Miami tezkor gol bilan hisobdagi farqni qisqartirdi. Shundan keyin futbol tarixidagi eng buyuk o'yinchi ishni o'z qo'liga oldi. U himoyachilar orasidan o'tib ketib, aniq zarba bilan hisobni tenglashtirdi. Orlando futbolchilari o'z xatosini anglagan paytda o'yinning ruhi to'liq o'zgarib ketgan edi. Messi endi shunchaki o'ynamayotgan edi. U missiya bilan maydonga chiqqandi. Ko'p o'tmay Inter Miami oldinga chiqdi va himoya uchun bosim to'qat qilib bo'lmas darajaga yetdi. So'nggi nuqtani esa Messi qo'ydi. U jarima zarbasi oldiga keldi va o'zining mashhur zarbasini ijro etdi. To'p ideal trayektoriya